Men ajoyib bir tush ko'rdim. Bugun sahobalar turardilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan. Quvonganim shuki, orqalaridan biz ham turibmiz. Ya'ni biz hozirgi zamon ummati ham bor ekanmiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalam ilk saflarida sahobalar bilan turar ekanlar. Shu yerda nima bo'libdi bilasizmi? Keyin bir imomni kutilyapti. Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zlari o'tmayaptilar imomlikka. Payg'ambar alayhissalatu vassalam imomni kelishligini kutyaptilar. Ummatlaridan bir imom kelar ekan. Biz kutdik, turdik. Shu o'nglikka qarab turildi. Qarasak kim kirib keldi? Xayolingizga keltiring. Mishari kirib keldi. Mishari La'fasi kirib Payg'ambar alayhissalatu vassalamga imomlik qildi. Haligilar mumkin ixlosidandir o'tish ko'ruvchi tush egalari, ammo mana shu tushni o'zi Payg'ambar alayhissalatu vassalamni o'zlarini ko'rish bo'ladimi? U uchun ko'p amal kerak, buyuk bir taqvo kerak. Qur'on ahli mana shunday bo'ladi, birodarlar. Qur'on ahli Qur'onni o'qigan sayin mahoratli bo'lganlaridan keyin tushlari ham mana shunaqa, tushlarda ham hatto Payg'ambar alayhissalatu vassalamni o'zlarini va ashoblarini ko'rib, balkim bizga bir ishora bo'lyapti. Aynan bu kimga? O'sha tush ko'ruvchiga. Shunchalik o'sha Qur'on azizki, Qur'on ulug'ki, payg'ambarday zot ham o'sha mohirlarni nima eshitishni yaxshi ko'radilar.